Abdulaziz Optim obunachilari, bugungi videomizda qo'y boqish sirlari haqida gaplashamiz. Mana bugun qo'ylarni yemlash uchun siloslarimizni, qo'g'irchog'imizni aralashtirib beryapmiz. Qo'g'irchoq aka. Qo'g'irchoq. Mana xolos baqa terib tashladilar. O'zgarishlar yaxshi bo'ladi. Silosga aralashtirilgan. Silosga aralashtirib, yana 2-3 marta yo'g'a qilib aralashtirib chiqaramiz. Yemlari qanaqa endi? Yemlarimiz kepak berib turamiz. Kepakka aralashtirib, makkani kakalanganini qo'shib, har bitta qo'yga 40 gram, 50 gramdan shunaqa, o'rtacha shunaqadan tushadi. Atrofda shunaqadan beryapmiz. Endi ham qo'g'irchoq ham yem, makkani aralashtirgan bersangiz, orasi bir ikkita ichi o'tib ketganlar bo'lsa, ularga yana nima berish mumkin? Abdulaziz uka, endi biz bu siloslarni, qo'g'irchoq yemlarni aralashtirib, bir kunda 3 mahaldan berib turamiz. 3 mahalla. Siz aytganingizdek, ichi o'tib ketgan qo'ylarga bu somonlardan bir kunda, 2 kunda bir mahal qilib berib turamiz. Bir mahal o'rtacha bo'ladi. Olib turamiz. Xudo xolasa men o'zgarishlar yaxshi. O'zgarishga ko'p bo'pti akalar. Har hafta videosini chiqarib boramiz. Har hafta videosini chiqarib, tagini tozalashlar, yemlar, qanaqa boqishlarni chiqarishda davom etaveramiz. Kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, videoni maksimal tarqatib, xudo xolasa bundan da foydali videolar chiqarishda davom etaveramiz.